Bu videoda sizlar bilan ba'zi hertz medikamenti, ya'ni ba'zi yurak qon tomir sistemasiga ta'sir ko'rsatuvchi dorilar haqida gaplashamiz. Birinchi guruhimiz ACE-HAMA, ya'ni angiotenziya aylantiruvchi ferment ingibitorlari. Bizga bular APF ingibitorlari nomi bilan mashhur. Typische Wirkstoffe Ramipril, Lisinopril. E'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi qo'shimchasi pril bilan tugayapti. Demak, bu guruhimiz uchun pril qo'shimchasi o'ziga xos. Wirkung, ya'ni ta'siri Hemmung des Angiotensin Converting Enzymes, ya'ni angiotenziya aylantiruvchi enzimlarni bloklash. Natijada Blutdrucksenkung, ya'ni qon bosimini tushiradi. Nachlass reduksion, ya'ni yurakka bo'lgan yuklamani kamaytiradi. Nefroprotektiv by proteinuriya, ya'ni proteinuriya vaqtida buyraklarni himoya qiladi. Merka, pril qo'shimchasiga e'tibor berishimiz kerak. Va nojo'ya ta'sirlari Reizhusten, ya'ni yutal, und hiperkalimiya, ya'ni giperkalimiya sabab bo'lishi mumkin. Demak, bu dorining mexanizmini tushunish uchun bizga albatta RAS sistemasini tushunish juda ham katta foyda beradi. Demak, RAS sistemasi bu organizmdagi qon bosimini nazorat qiluvchi sistemalardan biri hisoblanadi. Dastlab jigar bizga angiotensin ishlab chiqaradi va u buyrakdan ishlab chiqarilgan renin ta'sirida angiotensin 1 ga aylanadi. Angiotensin 1 esa o'z navbatida o'pkalardagi hujayradan ishlab chiqariladigan angiotensin converting enzyme hisobiga angiotensin 2 ga o'tadi. Eng muhim vazifalarni mana shu angiotensin 2 bajaradi. U o'z navbatida qon tomirlarini, demak, toraytiradi va buyrak usti beziga ta'sir ko'rsatib, demak, aldosteron sekretsiyasini oshirib beradi. Va aldosteron o'z navbatida, demak, natriyni ushlab qoladi, kaliyni esa, demak, chiqarib yuboradi. Va natijada qon bosimini oshiradi. Demak, biz mana bu yerdagi angiotensin converting enzymni bloklab qo'yadigan bo'lsak, demak, natijada angiotensin darajasi pasayib ketadi. Angiotensin 2 ning darajasi pasaysa, o'z navbatida aldosteron ham pasayadi. Natijada qon bosimi tushadi. Lekin nojo'ya ta'siri aytdik, bu yutal. Nega yutal bo'ladi? Chunki angiotensin converting enzyme, ya'ni angiotenziya aylantiruvchi fermentning ikkinchi vazifasi bu o'pkada bradykininni parchalab turish. Agar angiotenziya aylantiruvchi ferment bloklanib qolsa, unda bradyakinin miqdori oshib ketadi va yutal yuzaga keladi. Nafas yo'llarida to'planib, yutal yuzaga kelishi mumkin. Nega giperkalimiya bo'lyapti? Chunki aldosteron kamayib ketyapti. Aldosteronning vazifasi natriyni ushlab qolib, kaliyni chiqarib yuborish edi. Shu sabab ham bu vazifa bajarilmaydi va kaliy ko'payib ketishi mumkin. Yaxshi, keyingi dori gruppamiz bu demak, sartanlar yoki angiotensin 2 retseptor blokatorlari. Typische Wirkstoffe Candesartan, Valsartan, sartan bilan tugayapti. E'tibor beramiz, demak, bularni oxirgi qo'shimchasi sartan bo'ladi. Wirkung, ta'siri blockade des angiotensin 1 receptors. Demak, angiotensin 1 retseptorlarini bloklab qo'yadi. Blutdrucksenkung, ya'ni qon bosimini tushiradi. Demak, gut verträglich bei ACE-HAMA Unverträglichkeit, ya'ni mana bu ACE-HAMAlarni ko'tara olmaganda buni berishimiz kerak. Ya'ni biz agar yutal vaqtida insonda qandaydir nafas yo'llarida muammolar bo'lsa, biz unga angiotensin aylantiruvchi ferment ingibitorini bera olmaymiz. Shu sabab ham sartanlarni berishimiz kerak. Sartanlarning ishlash mexanizmi mana bu yerdagi angiotensin 2 demak, retseptori bor. Mana bu retseptor. Demak, angiotensin 1 retseptorlari deyiladi va aynan mana shu retseptorlarni, demak, bloklab qo'yadi. Natijada angiotensin 2 ish bajara olmaydi. Bu yutal ham chaqirmaydi, chunki bu yerda angiotensin converting enzyme bloklanmayapti.